Assalomu alaykum. Bugun sizlarga tvorojniy Napoleon retsepti bilan bo'lishmoqchiman. Xamir uchun 2 ta tuxum, shakar, xona haroratida yumshagan sariyog' yoki margarin kerak bo'ladi. Yaxshilab aralashtiramiz. Tvorog solamiz. Razrixlitelь un solib xamir qoramiz. Xamirimiz yumshoq xamir bo'lishi kerak. 1 soat o'rab tindirib qo'yamiz va xamirimizni 8-9 qismga bo'lib, har bitta qavatini unlab, yupqa qilib yoyamiz. Qancha yupqa bo'lsa, shuncha mazali chiqadi. Go'shtlarimizni 24 santimetrli qolipda kesib olamiz. Chetlari bilan pishirib olamiz. Chetlarini ustiga sepamiz maydalab. Go'shtlarimizni 180 gradusda 7-8 minutda pishirib olamiz. Krem uchun xona haroratida yumshagan sariyog' va sug'shonniy moloko solib mikser qilamiz. Xohlasangiz zavarnoy krem qilsangiz ham bo'ladi. Har bitta qavatni kremlab, mevalar bilan yasatib, ketma-ket kremlab, ustiga korj sepib va malina yasatib 1 soatga xolodilnikka qo'yib olamiz. Juda ham mazali, shirinli bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ringlar, yoqimli ishtaha.